Qarang, o'sha sinfdoshlaringiz sizga qilgan munosabatlari og'riq bergan, to'g'rimi? Balki sizni hozirgi darajaga chiqishingizda mana omadli, muvaffaqiyatli insonlardan bittasisiz. Balki ular sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Hali ko'rasan. Hali shunday inson bo'layki degan tushunchalar ham uyg'ongan bo'lishi mumkin-da. Siz o'ylashingiz mumkin, o'sha o'rtoqlarim hozir ishim borligi uchun, pulim borligi uchun yana atrofimda paydo bo'lyapti degan qarash bo'lishi mumkin. Lekin aslida ular sizni pulingizdan ham, ishingizdan ham foydalanmaydi. Nima uchundirki sizga yaqinlashadi. Bu sizdagi energiyaning kuchayganligidan. Sizda quvvat shunaqangi kuchayib ketadi. Ishingiz zo'r bo'lsa, pulingiz zo'r bo'lsa, kayfiyatingiz zo'r bo'lsa va o'zidan o'zi o'sha sizdagi energiya odamlarni o'ziga jalb qilishni boshlaydi. Bilasizmi? Bemor ko'rishga yoki bir xafa bo'lib o'tirgan odamning oldiga borishga biz vijdon uchun boramiz. Lekin yayrab o'tirgan, hamma tomondan ko'ngli to'q bo'lgan odamning oldiga qanaqa qilib tortilganimizni bilmaymiz. Bu bizdagi quvvat. Sizni yoningizga o'rtoqlaringizni tortilishi ham bu sizdagi energiya uchun tortiladi.